Menga ishchi viza haqida ma'lumot bering, to'liqroq aytib bering degan savollar keladi. Endi qarang, ishchi viza har doim konsullik orqali olinadi va konsullikka yozilish uchun sizga ish beruvchi kerak bo'ladi. Portugaliyada ya'ni tayyor ish beruvchi bor bo'lishi kerak. Ish beruvchi sizga qanaqa hujjatlar yetkazishi kerak? Bu uy-joy kontrakti yoki uy-joy beraman degan qog'oz va ish kontrakti. Bu ikkita qog'oz, ya'ni bu ikkita hujjat juda ham muhim hisoblanadi. Chunki Portugaliyada sizga ish berilgandan keyin uy-joy ham albatta kerak bo'ladi. Ya'ni agar sizda yaqin qarindoshlaringiz Portugaliyada bo'lsa va ular sizga uy-joy bera olsa, unda faqat ish shartnomasini ish beruvchidan so'raysiz. Undan tashqari siz konsullik orqali qilyapsiz, konsulsiyaga masalan topshirdingiz. Ish kontraktingiz bor, uy-joyingiz bor, topshirdingiz. Endi ish vizasi chiqish muddati hozirgi kunda kamida 3-4 oy, bo'lmasam 6 oy, 8 oyga ham cho'zilyapti. Chunki konsulstvada juda ham ko'p viza ishlari olib borilyapti. Nimaga desangiz, hozir faqat konsulstva orqali kirishga, Portugaliyada yashashga, ya'ni Portugaliyaga to'g'ridan-to'g'ri turistik viza bilan kirib yashab qolish imkoniyati yo'q. Shu uchun Portugaliyaning konsulligi orqali kelishyapti. Shunga konsullikda juda ham ko'p ishlar bo'lgani uchun hozir hamma proseslar kechikyapti. Endi ish vizasi bu har doim D1 bilan qilinadi. Bu ish vizasi D1 degani siz kimgadir ishlaysiz. Ya'ni siz o'zingiz yakka tadbirkor emassiz, biznes ochmoqchi emassiz. Siz kontrakt orqali ishlaysiz. Ya'ni kimgadir kelib ishlaysiz. Sizni ish beruvchingiz bor bo'ladi. Agar siz tadbirkorlik orqali qilmoqchi, biznes orqali qilmoqchi bo'lsangiz, bu D1 emas, D2 bo'lishi mumkin yoki boshqa vizalar bo'lishi mumkin. Shunga sizga hozirgi aytayotganim D1 haqida aytyapman. Lekin agar sizlarda bizlar orqali ish topmoqchi bo'lsangiz, faqat Ramazon oyida imkoniyatingiz bor. Biz ish topish bilan shug'ullanmaymiz, biz faqat yuridik, administrativ xizmatlarni olib boramiz. Endi siz agar yuridik xizmatlari kerak bo'lsa, bizlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Lekin agar ish topib berish kerak bo'lsa, buni bizlarga rezyumeni yuborishingiz kerak. Rezyume qanday yuboriladi? WhatsApp orqali yoki Telegram orqali. 92 007 20 99 raqamimizda WhatsApp ham, Telegram ham bor. Shu orqali bizlarga yuboring va biz ma'lumotlarni ish beruvchilarga yuboramiz. Agar ish beruvchilar sizlarni ishga qabul qilamiz desa, sizlarga kontrakt qilishni boshlaymiz.